Profilaktika inspektorlari masalaga yana qaytib aytaman. Yana bir marta aytaman. Daydi 0 bo'lib turibdi. Daydi vijdonsiz daydi yo'qmi Olmazor tumanida? Daydini olib qo'yaveraverasizlar sal protokol yozib. Daydi qal hozir. Siz ovozini eshitgan bu shaxs Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi amaldori Abror Xudoyberdiyev bo'ladi. U profilaktika inspektorlariga ko'chadan daydi topish bo'yicha topshiriq bergan. Amaldor inspektorlarga agar daydi topolmasa, qarindoshi yoki o'zini daydi sifatida olib borib yopishni buyurgan. Hamma narsadan nol bo'lyapti. Protokollar. Hamma yo'nalishing majburiy davolashga joylashtirishing nol. Daydi nol. Ma'muriy bayonnoma nol. Ma'muriy nazorat nol. Bu sanlar o'zingga ketib qolganmisanlar, vijdonsiz. Hamma profilaktika inspektori. Bitta qani daydi qilmachi, hamma daydi o'zing daydi olib qolib yop. Qarindoshingni olib borib yop. Daydi qilib. O'zing daydi bo'lasan sen. Shuningdek, u 1 soat vaqt qolganini, hammasi hisob-kitob bo'lishini aytgan. Profilaktika inspektorlari 1 soat vaqtimiz qoldi. Hozir hisob-kitob bo'ladi, 22:00 da hisob-kitob bo'ladi. Men borishga olamayman. Doy hozir gazlaymiz, 300 taga chiqdi. 200 ta protokolimiz qoldi. Chiq hammang ko'chaga. Chiq, 1 soat vaqtimiz qoldi. Hammang chiq ko'chaga. Mana yig'ilish bo'lyapti, gapiryapti e'tiroz bo'lib. Amaldor navbatdagi videosida va'da berganini, 300 ta qilishi kerakligini aytib, barcha xodimga ko'chaga chiqish topshirig'ini bergan. U 300 ta deb ma'muriy bayonnomani nazarda tutgan bo'lishi mumkin. Profilaktika inspektorlari mana hozir men va'dani berdim. 300 ta qilishim kerak soat 12:00 gacha. Hozir og'ayni bitta agar parod qilsak qabul bo'lma. Hammang poch hamma chiqsin hozir. Men o'zim ham chiqaman mana, Samarqanddan ham chiqadi. Bitta gomga borib hisob-kitobni qilamiz. Gominga borib hisob-kitob qilamiz hammangni. Hammang chiq 300 ta qilishimiz kerak. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov Kun.uz so'roviga javoban holat o'rganish uchun shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasiga o'tkazilganini bildirdi.